Doktor, uyga raddomdan uyga kelsam, uydagilar shamollab qolishgan ekan. Chaqalog'imga ham yuqib qoldi. Nima qilsam ham tuzalmayapti. Bo'ldi, ko'ramiz. Chaqalog'ingiz shamollab qolsa, qanday holatlarda uni uyda davolasa bo'ladi-yu, qanday holatlarda shifokorga chopish kerak. Bu haqda bugun gaplashamiz. Assalomu alaykum. Siz Doktor Mushtariy ma'muriy kanalidasiz. Men 20 yillik tajribaga ega pediatr neonatologman va UNICEF sertifikatiga ega bo'lgan ona suti bo'yicha mutaxassisman. Mening kanalimda biz emizikli ayollar, chaqaloqlar, bolalar, ularning rivojlanishi, sog'lig'i va yana ko'p boshqa narsalar haqida gaplashamiz. Davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz chaqaloqlar shamollashi. Izohlarda shu savolni tez bergan ekansizlar va shuning uchun bugun bu mavzuni yoritib bermoqchimiz. Aynan chaqaloqlar shamollashi. Hoynahoy bu holatga bir emas, hayotingizda bir necha marta duch kelgandirsiz. Yoki ona tug'ruqdan oldin shamollab qoladi, homiladorlikning oxirida va raddomgayoq shamollagan holda bo'ladi va bolaga shamollash yuqib qoladi. Yokida tug'ruqxonadan uyga kelishganda chaqaloq bilan uyda kimdir shamollagan bo'ladi va nailoj chaqaloqqa ham yuqib qoladi. Yokida raddomdan uyga kelgandan keyin hammasi yaxshi edi, lekin bog'chaga yoki maktabga boradigan boshqa farzandingiz yoki jiraningiz shamollab qoldi va chaqaloqqa ham yuqib qoldi. Va bunday holatlarda nima qilish kerak? Avvalambor, agar chaqaloqda shamollash alomatlarini sezgan bo'lsangiz, albatta poliklinikaga, oilaviy poliklinikaga qo'ng'iroq qilib, uyga shifokorni chaqirganingiz to'g'ri bo'ladi. Chunki ular uyga kelib, bolani tomoqlarini ko'radi, quloqlarini, burunlarini, o'pkalarini eshitib ko'rib va bolani umumiy holatiga baho berib, agar kerak bo'lsa, uni zudlik bilan gospitalizatsiya, ya'ni shifoxonaga yotib davolanish uchun yo'llanma beradi. Agarda holati yaxshi bo'lsa, uyda qarash bo'yicha tavsiyalarini beradi va har bir necha kunda o'zlari xabar olib turadilar yoki poliklinikaga olib keling degan tavsiyani ham beradi. Xo'p, agarda siz atrofingizda, uyingizga yaqin joyda oilaviy poliklinikangiz bo'lmasa yoki siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz yoki siz ishonmasangiz, chunki bunaqa holatlar ham ko'p uchraydi, unda uy sharoitida nima qilamiz? Birinchi navbatda bolajonimiz chindan shamollaganmi yoki shamollamaganmi buni aniqlab olishimiz kerak. Nega bu juda muhim? Chunki agar misol uchun chaqalog'ingiz 20 kunlik yoki 1 oylik yoki 40 chiqqan yoki 2 oylik bo'lsa, aynan shu davrda fiziologik holda chaqaloqlarda yuqori nafas yo'llarining shilliq qavatini mukotsiliar qavat deb ataymiz. Mana shu qavat o'zi faollashadi. Fiziologik tarzda, ya'ni bu norma bo'ladi va u faollashganda bolajoningizni burni xir-xirga o'xshab qoladi. Xuddi qanaqadir emayotganda qiylanib yutayotganga o'xshaydi. Nazaringizda bola shamollab qolgandek, qandaydir burnida balg'ami bordek yoki tomog'ida balg'ami bordek va hattoki bitikda yo'talgandek tuyulishi boshlashi mumkin va siz bunda shamolladimikin degan xayolga kelib qolasiz. Shuning uchun biz uchun juda ham muhim bola chindan shamollaganmi yo'qmi, buni farqlab olish. Qanday farqlab olamiz? Avvalambor, bola shamollashi uchun bizga infeksiya manbasi kerak. Ya'ni u albatta kimdandir yuqadi. Shamollash chaqaloqlarda yo'q joydan o'zida rivojlanib qola olmaydi. Chunki bu chaqaloq. Agarda bu keksa inson bo'lsa yoki ulg'aygan inson bo'lsa, unda immuniteti biroz sustlashgani hisobiga yoki qanaqadir surunkali kasalligi qo'zg'agani hisobiga yoki undan sovuq o'tib qolgani hisobiga, tam shabadalangan, yelmizekda qolgan va hokazo sabablar hisobiga o'zini ichida yashaydigan qandaydir bakteriyalar hisobiga shamollash yuzaga kelishi mumkin. Lekin yangi tug'ilgan chaqaloqlarda bunday bo'lmaydi. Albatta to'g'ri, ba'zida istisno sifatida bo'lib qolishi mumkin, lekin aksariyat holatlarda bu yuqadi. Shamollash bu yuqumli kasallik, ya'ni bu infeksiya va uyda siz infeksiya o'chog'ini qidirasiz. Kimdir shamollagan bo'lishi mumkin yokida kimdir 1-2 kun yo'taldida yaxshi bo'lib o'tib ketdi yoki bir kun tomoq og'ridi, shu bilan o'tib ketdi. Yarim kun istimaladi, ko'p suv ichuvdi, o'zi tushdi yoki bir marta bitta dori ichib shu bilan istimasi tushdi va yaxshi bo'lib qoldi. Bu bo'lishi mumkin. O'zingiz
farzandlaringiz, ota-onangiz, ya'ni buvilar, dodalar, oilada yashaydigan va hattoki farzandning otasi ham va ularni organizmi kuchliroq bo'lgani uchun ularda yengil oson o'tib ketadi. Chaqalog'imiz kichkina bo'lgani uchun unda birdaniga avjiga chiqib ketishi mumkin. Yoki bo'lishi mumkin, uyingizga mehmon keldi. O'zbegimizning juda ham chiroyli odatlari bor. Chaqaloq kelsa, hamma kelib uni xabar olgisi keladi, ko'rgisi keladi. "O, buncha shirin ekan" deb quchoqlab o'pib olgisi keladi, lekin tibbiy nuqtai nazardan bu yaxshi odat emas, chunki har bitta insonni o'zida yashaydigan va uni kasal qilmaydigan, uni mikrobiomida yoki virumida yashaydigan bakteriya, viruslar bo'lishi mumkin. Unda kasallik chaqirmaydi, lekin chaqalog'imizda kasallik chaqirishi mumkin. Shuning uchun e'tibor bering, balkim uyingizga bolani yo'qlagani, qandaydir mehmonlar kelgan yoki o'zingiz endi yangi tug'ilgan chaqaloq bilan lishniy ras hech kim bir joyga bormaydi-ku, balkim bo'lgandim. Va ularning ichida chindan shamollaganlar bor bo'lgan bo'lishi mumkin. Eslab ko'ring. Ya'ni birinchi navbatda farzandimiz, ya'ni chaqalog'imiz nazarimizni shamollab qolganga o'xshasa, biz infeksiya o'chog'ini qidirib ko'ramiz. Kimdan yuqdi ekan? Bu bilan biz aybdorni qidirmoqchi emasmiz. Biz shunchaki bolani holatini to'g'ri baholab, uni holatini yaxshilash uchun to'g'ri xatti-harakatlar bajarishimiz uchun bu kerak bo'ladi. Bo'ldi, birinchisini bilib oldik. Demak, infeksiya o'chog'ini qidiramiz, infeksiya manbasini. Ikkinchi navbatda, agar bu haqiqiy shamollash bo'lsa, albatta qandaydir dinamika bo'ladi. Nima degani dinamika? Ya'ni shamollash mana bunday ketmaydi. U albatta kundan kunga kuchayaveradi, ya'ni tepaga qarab o'sadi. Ya'ni avvaliga bitta-ikkita aksirib qo'yatdi, keyin ko'zlari qizardi, yoshlandi, keyin bitta-bitta yo'talishi boshladi. U avvaliga qurug'ida hacha yangi tug'ilgan chaqaloqlar kamdan kam yo'taladi yoki tana harorati ko'tarildi va bu narsa tobora kuchayib boryapti-da. Ya'ni har kuni qanaqadir yangi belgi qo'shilyapti va ular zo'rayib boryapti. Demak, dinamikamiz bor va bu bizga demak hoynahoy bu shamollash degan belgini beradi. Agarda bu shamollash bo'lmasa-chi, chunki ba'zida bolalarda aksirish bu norma ham bo'lishi mumkin. Ya'ni kun mobaynida bir necha marta aksirishi bu bolaning burnini o'zi tozalash mexanizmi. Chunki burunning bir nechta vazifalari bor. Burun kelayotgan havoni avvalambor unga oqim yaratib beradi. Burunning o'ziga yarasha anatomik tizilmasi bor, ya'ni strukturasiga ega va o'sha hisobiga u havoga oqim yaratib beradi va uni keyin pastki nafas yo'llariga yo'naltiradi. Undan tashqari burun kirayotgan havoni tozalab beradi changdan, mikroblardan, viruslardan, allergenlardan. Demak, bu ikkinchi vazifasi. Undan tashqari u kirayotgan havoni namlantiradi, sovuq bo'lsa isitadi, issiq bo'lsa sovutadi va hokazo. Va bu vazifalarni bajarayotganda albatta burunda qandaydir ajralmalar yig'iladi va ulardan qutulishi eng oson yo'li bu aksirish. Ya'ni bu o'zini o'zi tozalash tabiiy mexanizmi. Shuning uchun agar bolajon bir kunda bir necha marta aksirayotgan bo'lsa, siz uni shunchaki kuzatasiz. Demak, birinchi navbatda infeksiya o'chog'i bormikan uyimizda, atrofimizda uni qidirib ko'ramiz va albatta dinamika bormi? Ya'ni bu aksirishi kundan kunga yoki ertalab bitta ikkita edi, kechqurunga borib birdaniga 15 talab bo'lib ketdi-da va yoniga tam ko'zi qizardi, ko'zi yoshlanishi boshladi yoki yana qaysidir belgi qo'shildi. Ya'ni mana shu dinamika bor yo'qiga qaraysiz. Agar dinamika bo'lmasa, ya'ni raddomda ham o'zi bitta ikkita aksirardi. Mana hozir 1 oylik bo'ldi yoki 20 kunlik bo'ldi, 15 kunlik bo'ldi. Hali ham o'sha kun mobaynida bitta ikkita yoki 3-4 marta aksirib turibdi. Bo'ldi, demak bu hoynahoy shamollash alomati emas. Ya'ni bizda dinamika bo'lmaydi. Bir tekisda ketaveradi. Undan tashqari, aksirishdan tashqari yo'tal. Chaqaloqlar ko'pincha qalqib ketadi. Ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloq u emishi hali to'g'ri, unda tug'ma refleksi bor, ya'ni unda so'rish refleksi bor. Lekin u onasining qornida buni muntazam ravishda bajarmagani uchun unda hali tajriba yetarli emas va bilsangiz yangi tug'ilgan chaqaloq
ozgina yemadi, charchab qoladi, ozgina yemadi, uxlab qoladi va asta sekin bu jarayon unda mukammallashib boradi va u yemayotganda shoshib yemaganda havo yutib olishi, qalqib ketishi va o'sha payt yo'talib qolishi mumkin. Va yana shu yo'talni dinamikasiga qaraymiz. Ya'ni bu shunchaki u qalqib ketib yo'talib qoldimi yoki bu shamollash alomatimi? Demak, biz qaraymiz, agar yo'tal kundan kunga yoki soat sayin kuchayib borayotgan bo'lsa, ko'payib borayotgan bo'lsa va uni oldida yana qanaqadir boshqa belgilar qo'shilayotgan bo'lsa, hoynahoy bu shamollash va bizda infeksiya manbasi bor va biz unda shifokorni chaqiramiz. Xo'p, tushunib oldik va hokazo. Xuddi shu tariqa, demak, tana harorati ko'tarilib qolishi mumkin. Tana harorati ko'tarilishi qachon shamollash alomati, qachon shamollashmas alomati. Demak, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni qorni to'ymasa, tana harorati ko'tarilishi mumkin. Bunda biz qaraymiz, bolajonimiz vazn qo'shishi qanaqa ketyapti yoki shu kunlarda u ko'p uxlab kamroq emayaptimi yokida unda peshobi kamaydimi? Agar peshobi kamaysa, demak u aniq kamroq emayotgan bo'ladi va bunda tana harorati ko'tarilishi hoynahoy aynan och qolganligi bilan, ya'ni to'ymaganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agarda unda tana harorati ko'tarilsa, uni ustiga unda aksirish, ko'zi qizarishi, ko'zi yoshlanishi, yo'tal, burun yaltillab oqib qolishi, umuman unda holsizlik va hokazo va plus bizda infeksiya manbasi bor, ya'ni bir emas bir nechta belgilari va bizda dinamika bor bo'lsa, unda tana harorati ko'tarilishi hoynahoy shamollash belgisi bo'ladi. Agarda bizda boshqa hech qanday belgi yo'q, uyda shamollaganlar yo'q, uyimizga mehmon kelmagan, o'zimiz hech qayerga bormaganmiz va bolajonimizda peshobi kamaygan bo'lsa, peshobi kamaygani qanday bilamiz? Agar siz tagliklar tutmasangiz, unda siz bilasiz necha marta peshob qilayotgan. Agar siz tagliklar tutsangiz, unda tagliklar soni kamayib ketadi. Almashtirilgan, to'lgan tagliklar. Mana shu tariqa bilib olasiz. Demak, biz bilib oldik. Bolajonimizga shifokor chaqirishdan oldin yoki shamollashga qarshi qandaydir davo choralarini boshlashdan oldin u chindan shamollaganmi, yo'qmi, aniqlab olishimiz kerak. Siz aytishingiz mumkin, shifokor bo'lmaganim uchun buni aniqlamayman. Lekin sizga hozir shu analiz qilish, kuzatishda va o'zingiz tanqidiy fikrlay olishingiz uchun bir qator yo'l yo'riqlarni ko'rsatdim. Bularning yordamida aniq siz hech bo'lmasam taxmin qila olasiz. Demak, bilib oldik, bolajonimizni shamollashni bormi, yo'qmi birinchi navbatda aniqlab olamiz. Undan keyingi harakatlarni boshlaymiz. Shamollash mavzusi juda ham katta mavzu va juda ham keng va buni juda ham uzoq gapirish kerak. Va agarda sizda 3 oydan kattaroq farzand bo'lsa va umuman olganda shamollashdan oson tuzalish yo'llarini bilib olishni xohlasangiz, bizda salkam 8 soatli shamollashdan oson tuzalish deb nomlangan vebinarimiz bor va agarda siz mana shu vebinarda qatnashishni xohlasangiz, video ostidagi havoladan o'ting va shamollash degan so'zini yozing. Albatta sizga bu vebinar haqida ma'lumot beramiz va undan qatnashingizdan faqat xursand bo'lamiz. Yana bu mavzu bo'yicha qandaydir savollaringiz bor bo'lsa, video ostidagi izohlarda qoldiring. Biz keyingi videolarda bu mavzuga Xudo xohlasa yana qaytamiz. Ko'rishguncha.